Qancha yillardan buyon insult kasali bilan yaxshi shug'ullanib kelamiz. Asosan insultni davolashdan tashqari uni reabilitatsiyasi, ya'ni kasallikdan keyingi asoratini tikkalash ham katta ahamiyatga ega. Bu narsa bizda, ya'ni shu yurtimizda kamroq ahamiyatga ega narsa hisoblanadi. Biz ham shu narsani anchadan beri shug'ullanamiz, lekin shu narsani ham yanada takomillashtirish maqsadida 10-14 noyabr mobaynida Moskvada 5 kunlik o'qishda bo'lib keldik. Unda insultlar, bu insultga kiradi serebral insult, ya'ni bosh miya va orqa miya, spinal insultlar kiradi. Ikkovida ham o'ziga yarasha taktikalari, qiladigan lecheniялari, toki shu kasal bo'lgandan boshlab qanaqa holatda yotqizish kerak, yonboshlikka kasal bo'lgan tomonga qaysi tomon nimaga ahamiyat berish kerak, yo sog' tomoni bilan yotqizganda nimaga ahamiyat berish kerak va hattoki shu kolyaskaga o'tkazish, hassa-tayoqga o'rgatish, spinal insultlarni hammasini o'ziga yarasha taktikasi bor ekan. Bu narsani biz ko'p ko'rganmiz, lekin o'zimiz ahamiyat bermaydigan, lekin o'sha narsa bilan ahamiyat berganda yaxshi natija oladigan narsalarni o'rganib keldik. Bu narsada biz yerda eshitganlarimiz, asosan yerda rossiyalik bo'lgan reabilitologlar o'sha yerda o'rganib, ertasi kuni foydalanib, yaxshi effekt berdi deb kelishdi. Biz ham xudo xolasa shu narsalarni o'zimizda yo'lga qo'yyapmiz. Xudo xolasa bizda ham reabilitatsiya sohasi ham yanada rivojlantirish rejalarimiz katta va kineziologiya va shu reabilitatsiyani rivojlantirish asosiy maqsadimiz hisoblanadi hozir. Agar sizda insultdan keyingi asoratlar muammosi bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.